Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib borayotganlar hamda obunachilar. Xabarlayman, kecha Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor edi. Allohga shukr, ziyoratchilarimiz chiroyli qilib registratsiyalardan o'tkazib jo'natdi, yetib borishdi, xudo xolasa. Yana shunday niyati borlar bo'lsa bemalol ekran raqamlarga aloqa etsalar ham bo'ladi. Kecha Namangan aeroportida bitta voqea bo'ldi-da, shuni sizlarga aytmoqchiman. Hoji ota ketayotgan ekanlar, so'rashib, gaplashib, Hoji ota qanday, hamma yo'q yaxshi bo'ldimi? Narxlarni chiroyli qilib kelishtirib berishdimi? Kamchilik bo'lmayaptimi? Desam, yo'q o'g'lim, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Bitta narsani esingda tutibgin, ular nima Hoji ota desam, aytadilarki, hech qachon narxi, sharoitiga qiziqmagin, faqat qalbingda bo'lsin. Allohdan so'rasang, sharoit sen o'ylagandan ham oson bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, nech pul bo'lganda ham Alloh qayerdan yetkazganini bilmaysan. Faqat qalbingda bo'lsin. Borishda niyat qilish. Alloh xo'p dedim, sen borib bitta sharoit uchun emas, Allohga ibodat qilish uchun ketyapsan. Allohdan, Allohim kamchilik xatolari bo'lsa o'zing kechirgin, o'zingni baytingda namozlar o'qib, niyatlar qilib, o'zingni Ka'banga yuzlashishga nasib qilgin deb niyat qilsang, sen o'ylagandan ham chiroyli sharoit bo'ladi. Buni sen aqlingga ham sig'dira olmaysan. Men mana 5-marta ketishim o'g'lim. Biron marta narx-navosi o'ylamagan, Allohim o'zing yetkazgin derdim. Yo'q joydan o'zi yetkazardi. Shart-sharoit haqida ham o'ylamagan. Chunki borsam sharoit men o'ylagandan ham chiroyli bo'lishini bilardim. Shuning uchun Allohim o'zing yetkazgin. Allohim nasib qilsin menga. Borganimda ibodatlarimda qandaydir kamchiliklar bo'lsa o'zing kechirgin. O'zing dargohingda qabul qilgin deb shu haqda o'ylab doim Xudodan so'rayman. Mana Allohga shukr. 5-marta ketyapman deyapti Hoji ota. Hoji otaning gapini o'yladim. Haqiqatda bir xil odamlar bor, hamma ham emas. Birinchi ochirda sharoitga qiziqadi. Sharoit har qanday bo'lganda ham Alloh nasib qilganiga shukr qilish kerak. Xudo xolasa bizni kuzatib borsalar ham bugun Farg'onadan ham reysimiz bor. Bu haqda ham bir ma'lumotlar berib, Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha ulashib boramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar, Xudo xolasa har qanday yangiliklarni ko'rib borasizlar. Agar kimdir qarindosh urug'i yoki ota-onasi, aka-ukasi ketgan bo'lsa, hozir ziyoratda yurganlarni ham bizga 50 boshlar unaqa videolarni Telegramdan tashlab turishadi. Shu videolarni ham kanalimizga joylab boramiz. Obuna bo'lib qo'ysalar, Xudo xolasa kerakli, foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Videoda qandaydir kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kim qandaydir fikri bo'lsa, kommentariyaga yozishlaring ham mumkin bemalol. Barchalaringga rahmat. Sog' bo'linglar.